Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar. Mana shu sharoitda mana teplitsani ichida teplitsan tepasi topilgan, faqat yo'llari ochiq holatda Simmental, Grifford, Angus buqalar boqilyapti mana. Mana shu kattalari $5000 narxga berilmagan buqalar. $1,5 yil oldin $1000 olingan ekan. Hali kuragi yo'q. Shu O'zbekistonda hozir keng tarqalgan stomatit bob bular ves tashlab qolgan holatda hozir tonnaga yaqinlashib qolgan bo'lgan, o'zi vesi, asl vesi 1 tonnaga yaqin bo'lgan. Mana bular ham shu stomatitda og'ir formasini o'tkazgan. Ko'rishimiz mumkin. Stomatitda og'ir formasini o'tkazgan. Shuning uchun oyoqlariga benzin, gazolin bilan quygan hisobiga oyoqlar, tuyoqlar qisib qolgan. Shunga biz bularning oyoqlarini obработка qilgani keldik. Polni chaqlangan holatda. Endi iloji boricha tagini quruq saqlash kerak. Harakat qilyapmiz. Endi sharoitdan kelib chiqib qilinadi. Endi hamma ham bularni ham telefonga kichkina chiqyapti, lekin tonnadan o'tgan. Ves katta, tonnadan o'tgan. Buni ham ko'rishimiz mumkin mana. Qay darajada dum bosgan. Endi xudo xolasa oyoqlari 10 kun 15 kun oralig'ida yaxshi bo'lishni boshlaydi ancha. Shuning uchun hurmatli chorvadorlar, o'z boshimchalik bilan davolashni tavsiya qilmaymiz. Vet vrach maslahati bilan davolashda har xil mahalliy xalq tabobatidan foydalanishni tavsiya qilmaymiz. O'sha tayyor farmatsevtika tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalar bor. Shulardan foydalanib oyoqlarini obработка qilishni tavsiya qilamiz. Shunda shunaqa bir og'ir holatlarga, qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Bu paroda qoramollar baribir nozik bo'ladi. Tuyoq qismi ham yumshoq bo'ladi o'zimizda mesniy mollarga nisbatan. Shuning uchun og'ir o'tkazadi bular. Kanalga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'ldan kelgancha chorva haqidagi yangiliklarni qo'yib boramiz. Veterinariyaga oid nimaiki savol bo'ladigan bo'lsa, opisiyaga nomerlarimizni yozib qo'yganmiz. O'sha nomerimizda telegramlarimiz bor. Musofirda yurgan akalarimizmi, kim bo'lsa yozishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha inshaalloh javob beramiz.